Bu darvozamizning metr kvadrati 355 ga 3 metr. Voy, nima bo'ldi? Buni bog'lash esdan chiqib qolgan shekilli-da. Voy. Yaxshimsiz, yaqinroq olmas ekansiz. Xudo asrab qoldi. Usta rahmatulloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamak yo'ldingizmi? Rahmat. Darvozalarni ko'pligini qarang. Sizlar kelishingizda xudo xolasa chiroyli hammasini terib qo'ydik-da. Ha. Azizlar, qaranglar, hozir biz pechat darvozani hammasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni kvadrat metri nech bo'lib, qalinligi qanaqa, undan tashqari bu yerda so'ri, tapchan kravat bor. Ikkita bor ekan va mana bu yerda kacheli bor. Ya'ni hozirgi kunda kacheli nech puldan. Undan ham tashqari azizlar, bu yerda darvozalar juda ham serob, ko'ringlar. Har xilidan eng so'nggi fasondagi pechatlar bor va listli darvozalar bor. Adresi qanaqa edi? Namangan shaharda. Namangan shahri Go'zal dahasi. Go'zal Medicholish bor bu yerda. Yaqinroq joyda. Demak, azizlar, biz videoni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, mana shu yerda qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like ni bosinglar. Biz usta bilan informatsiyani zo'rini beramiz. Qaysi biridan boshlaymiz? Mana shundan boshlaymiz. Mana shundan. Shtampovka darvozamiz gibrid varianti, high-tech. Razmerlari 360 ga 350. Balandligi 350, endi 360 bo'lib bitgan. Bir qavatli-ga? Bir qavatli. Bular gibrid varianti. Shtampovka darvozamizni listi bilan pechatdan chiroylab qilganmiz. Tepalarida lazerda kesilgan. Chiroyli. Hop, bir qavatli darvoza. Avtomobilning kraskami qanaqa kraska? Bu oddiy kraska, litrovka, rossiyskiy kraska. Xudo xolasa kraskalariga ham pulni garantiyalar beramiz. Taglaridan gruntовкаdan sepiladi, xudo xolasa hammasiga. Zamoklar o'ta chiroyli ekan. Ha, o'chirib yo'plashlari ham xudo xolasa o'shday. Hop, nerjavakasi bor. Hop, qanchadan bo'ladi kvadrat metri? Bular 750 ming 800 ming so'mdan bo'ladi. Arzonlari ham bor. Endi arzonroq deysa, eng arzonimiz 500 ming so'mdan boshlab 800 ming so'mgacha shtampovka darvozalarimiz bor. Darvozani ko'rinishini ko'ryapsiz. Haqiqatan chiroyli qilib yasalgan. Qancha bo'ladi mana shu, qanchaga bitgan bo'ladi turishi? Bu darvozamiz 10 million so'mga tayyor bo'lgan. 10 million so'mga tayyor bo'lgan ekan, gibrid fason. Gibrid fason. Ha. Hop, endi bizda navbatdagi darvozamiz Dubay. Shohona Dubay fason shtampovka varianti. Darvozalarimizda mana ikki yoni stokasi 8x8 profil bo'lgan, taglari shiveldir bo'lgan. Mana profillarimiz qalindan ishlatganmiz. Mana listlarimiz ham 1-2 listdan foydalanganmiz, xudo xolasa hammasiga. 1-2 listdan yasalgan darvoza. O'tlarga ham, soflarga ham nerjavakalardan qilib qo'yganmiz. Mana Dubay fasonimizni ham ko'pchilik mana joylarga nerjavakalarni qo'yadi. Biz bunga oddiy qilib nerjavaka qo'ymasdan kraskadan ajratib qo'yganmiz. Kraskadan mana. Nisbatan ozroq bu ham. Agar xohlovchilarga nerjavaka qo'yib bersak ham bo'laveradi. Mana shu darvozani 1 metri qancha kvadrat? 1 metri 650 ming so'mdan chiqadi. 650 ming. Eng arzoni 500 ming so'm. Ushbu darvozamizning razmeri 350 ga ini. Balandligi 370 bo'lib bitgan. Mana shu razmerda qanchaga tayyor bo'ldi? Shu razmerga 7 million 700 mingga tayyor bo'ldi. 7 million 700 mingga qayergacha darvoza yetkazasiz? Xohlasa O'zbekiston bo'ylab pulni dastavkamiz amal qiladi. Mana Xorazm, Nukus tomonlarga ozgina qiynalibdi. Ozgina murosasi bor tomonlarga. Lekin qolgan joylarga 1000 kilometrdan uzoq. Ha, qolgan joylarga xudo xolasa dastavka ustunovka besplatniy bo'ladi. Undan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga yetkazib beramiz. Neytralgacha olib beramiz. Neytral zonagacha. Neytral zonagacha. Undan u yog'iga kelishuv asosida agar o'rnatib berdingizsa, o'rnatib ham beramiz. Tushunarli. Azizlar, bizda endi mana bu fasondagi pechat darvoza. Darvozamiz ham juda chiroyli, bejirim chiqqan, radiator fasonda edi. Qanaqa fason? Radiator. Radiator. Endi darvozachilar o'zimiz tushunamiz biladi. Hop, nechiga nechi darvoza? Bu 330 ga ini, balandligi 3,5 metr. Ha. 1-2 mi, 1-3 mi? 1-2 hammasi xudo xolasa. 1-2 qalinlikdagi listdan foydalanishgan do'stlar. Profillari qanaqa, yaxshimi? Profillari yaxshi, mustahkamlar qilganmiz. Bular ham yo'lnolarga 8 ga 6, 8 ga 8, lekin hammasi tagi shivellar, обязательно shivellar qilganmiz. Tushunarli. Kraskalarimiz ham tagidan pulni avtomobilni gruntовкалari sepilgan. Shunda kvadrat metri qancha? Kvadrat metri 600 ming, 650 ming so'mdan chiqadi. Bu mana darvozamiz 6,5 million, 6 million 400 mingga to'xtaydi. 600 ming, 650 ming so'mdan 1 metrini yasab berishadi. Shunda telefon qilishaveradi, razmerlari tushib qoladigan bo'lsa, uzog'i bilan 3 kungacha olib o'rnatib beramiz. Молодец. Mana shuni da qo'ng'iroq, xudo xolasa, ertasiga o'ylab bo'lamiz. O'yadi. Azizlar, mana shu usta bo'ladi ishlarga bittadan like ni bosinglar. Bosmagan bo'lsangiz qarang, darvozalari chiroyli ekan.
Yana bitta bosma darvoza mana pechat deyshadi, chiroyli ekan. Bu darvozamizni chayan fason deymiz. Chayan fason. Voh, sizlarga qarang. Chayan. Razmerlari 3,5 ga 3,5. Ha, 3,5 kvadrat ekan. Xo'sh, 1-2 qalinlikda. 1-2 qalinlikda listlarimiz yaxshimi kraskasi? Ha, kraskadan ham yaxshi xudo xolasa. Achekalari Versace fasonda ekan mana. Ha. Bu darvozamiz ham 6 million, 6,5 million so'mga tayyor bo'ladi. 6 million yoki 6,5 million so'm. Ruchkalarni ham xudo xolasa chiroylisdan qilib qo'yilgan hammasiga. Bundan ham yaxshiroq zamonlarimiz bor. Bundan ham kurtosdan qo'yib ber desa qo'yib berilaveradi. Muammosi yo'q. Do'stlar, bu yerda 17 ta darvoza bor ekan. Hammasini ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda mana shu darvozalar necha puldan ekanligini bilib olasiz. Agar videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, yana bizda kacheli hamda ikkita so'ri tapchang bor. Endi bizda mana bu chiroyli fasondagi pechat darvoza. Go'zal. Buni ham bir yaqinroqdan ko'rsatsangiz, kraskalari ham juda bejirim chiqqan. Yaqinroqdan. Biz bunaqa kraska hamma ham qilavermayotgan, joylarga yo'qolib ketibdi. Shuning uchun bu ham bitta bo'lsa ham Qarashko'y deyishadi buni. Shagrin deydi. Shagrin, ha? Bunga ham avtomobilning laklarini sepib chiroylab qilganmiz, xudo xolasa. Yaxshi xizmat qilishligi uchun. Ko'chib ketmaydi? Ha, xudo xolasa ko'chmaydi. Ko'chlarga palaqsa bo'lib ko'chishga garantiya beramiz. Ko'chmasligiga. Ha, ko'chmasligiga. Palaqsa bo'lib ko'chmasligiga garantiya berishar ekan. Xudo xolasa. Yaxshi, nechiga necha darvoza? Bu ham 3,5 ga 3,5 darvozamiz ham. Xo'sh. 1-2 qalinlikdagi. 650 ming, bu ham shunaqangidan chiqadi. 600 ming, 650 mingdan chiqadi. Nima uchun 650 ming? Nerjavekasi bor, mana tepasida arkalari bo'lsa, o'zimiz nisbatan qimmatlaydi. Ular bo'lmasa 600 ming so'm. Agar ular bo'lsa 650 ming so'mdan. Eng arzonimiz 500 ming so'mdan ham qilib berishga aqlimiz yetadi. Undan arzoniga ham aqlimiz yetadi. Yo'q, tavsiya qilmayman. 500 ming so'mdan to'g'risiga. Chunki u darvoza ishlamaydi. Ishlab xizmat qilish kerak. Kelib turib bir kishi bitta tepsa, ajag'ilib chaqirib ketsa, to'g'ri. 0.9 bo'ladi-ku. 0.9, Profillari ham qalin bo'lmaydi. Qalin bo'lmaydi. Bular o'zimiz ham o'sha 6 million, 7 millionga atrofida tayyor bo'ladi. Endi mana shu turishi qanchaga bitgan? 6 million 700 mingga bitgan. 6 million 700 ming so'mga bitgan darvoza. Azizlar, mana bu darvoza ham ko'pchilik qo'yapti. Haqiqatan bundoq qaraganda o'ziga tortadigan darvoza. Chiroyli. 1-2 qalinlikdagi listdan foydalanishgan. Kraskasi qanaqa bu? Kraskalari litrovka kraska. Litrovka, lekin chiroyli. Toza kraska sepganmiz, yaltiroq. Razmeri necha darvoza? Razmeri eniga 4.30, balandligiga 3.30. 4.30 ga 3.30. Xo'p. Buni ham kvadrati o'sha 600 ming so'mmi, 650 ming so'm? 600 ming so'mdan chiqadi. 600 ming so'mdan. O'sha 7 million 700 ming atrofida bo'ladi bu ham. Qancha? 7 million 700 ming atrofida bo'ladi. Ha, bu kattaroq ekan-da. Ha, bu katta, ini katta. Ha. Agar bu darvozamiz ham nalichida bor, kimga tushib qoladigan bo'lsa, tayyordan bor. Tayyordan bor, ha. U bir o'rnatib beramiz, joylarga tushib qolsa. Zo'r. Endi azizlar, mana bu darvoza. Biz hozir faqatgina pechat ko'ramizki, yana lisli darvozalar ham bor. Lisli darvozalarni zo'rini yasaydi agar. Xudo xolasa lislini ham qilamiz. Ko'rsangiz, internetda ham juda darvoza sohasi ham juda ko'p. Lekin qarasangiz shtampovka darvoza chiqaradiganlar kam, to'g'risi gap. Ko'proq bu yerda shtampovka darvozaga urg'u berganmiz. Yana undan tashqari любой darvozani siz tashlashsa rasmini yasab berasiz. Bahaybat, velikan, 4 qavatli darvoza bo'lsa ham yasab beraveradi. Muammosi yo'q, xudo xolasa. Tajribamiz ham o'shanga yarasha bor. Bu sohada bizga ota kasbda bu. To'g'ri. Hozir faqat xalq uchun endi byudjetli variantda darvozalarni yasab qo'ygan, agar mabodo kerak bo'lsa deb. Endi qarang, bu razmeri necha? Bu eniga 3.15, balandligiga 3.40. Mana ikkita yonlariga, tepasiga narishlik 5 sent, 6 sentdan narishlik qilib chiqarganmiz. Atlanishka deydi. Mana. Tepasida ham o'zimiz bor. Erga darvozani olib qo'yganingizdan keyin yo'llarni suv olib qo'yib, boshqa qilish shart emas. Shart emas. Bunaqangi variantlari ham bor. Hop, buni qanchadan? Bu ham 600 ming? Bu ham 650 ming, 600 ming so'm. Kvadrat metr 600 ming so'mdan. Endi 6 million yo 7 million atrofida bitgan bu. Ha. Shunaqa narxda. Hop, bizda mana bu fason yana o'xshash. Bu ham high-tech fason, o'rtasiga buni oddiyroq qilib, nerjavekani oddiy qilib qo'yib qo'yganmiz. Arkasi ham yo'q. Menga har xil klient bor, dediga har xil yoqadi. Shuning uchun har xil qilib qo'yib qo'yganmiz-da. Bu ham 600 ming so'mdan, 650 ming so'm. Bu 3 ga 3 ham bu. 3 ga 3,5. Qanchaga bitgan mana shu? Bu 6 millionga bitgan. 6 millionga bitgan. Do'stlar, zakazga tayyor bo'lgan ekan bu. Kengroq. Bu zakazga Qirg'izistonga tayyorlab bo'lgan darvozamiz bu. Mana Qirg'izistonga ham yasab beradi. Qirg'izistonga xudo xolasa videoni olib bo'lganimizdan keyin bir-biriga upogovka qilib, pachkalab ketadi. Ha, nitrazorga, kargoga tashlaymiz, o'zi olib chiqib beradi.
Buni ham o'zimiz olib o'rnatib beramiz. Qirg'izistonga qanchadan yasadingiz? Qirg'izistonga 800 ming so'mdan yasaganmiz. Ha, 800 ming so'mga yasagasiz. O'zbekistonga chiqishi. O'zbekistonga 600 ming so'm. Nima uchun 200 ming so'm u yerga qimmat? Hop, yo'l kirasi bor, chiqib o'rnatishligimiz bor. Mana olib chiqib berishligi ham pulda. Sizlardan bari pul talab qilishadi. Bizdan pul oladi, 50 dollar pul oladi shunga, olib chiqib ketishiga. Tushunarli. Lekin Qirg'izistonga har bitta kirgan tovarga pul to'lanadi. Ha, shularning hisobiga 800 ming so'm mana bilib olsak yaxshi-da. Qirg'izistonliklar tomosha qilayotgan bo'lsa, xuddi shu darvoza 800 ming so'mdan bo'lagan kvadrat metri. Qanchaga bitgan mana shu 800 ming so'mdan? Bu aniq hisobida yo'q buni. Nimaga chekka, nimalari ham bor-da, chekkalari ham bor. Qo'shimchalari bor hali. Qirg'iz summasida o'zi hisoblash kerak. Ha, mayli. Endi O'zbekistonga mana shuni 1 metr kvadrati do'stlar 600 ming so'mdan yasab berar ekan. Yo'q bo'lgan bo'lsa, mana bu yerda nomer turib telefon qilib gaplashaverasiz usta bilan. Biz esa mana bu darvozani ko'rishni boshlaymiz. Bu ham high-tech bo'lsa, punda bunga full variantda nerjavekalarni yopishtirib chiqqanmiz. Mana ruchkalar soflarni ham mana haqiqiy listli darvozamiz, high-tech darvozamiz bilan birga bir qilib ishlangan buni ham xudo xolasa. Juda chiroyli ekan darvoza. Kraskalarni ham bundoq ko'rsangiz, o'ta motiviy, chiroyli ishlangan. Motiviy haqiqatda. Motiviy. Qulflari mana, kalit qulflari juda ham yaxshi. Mana bu ushlagichlari ham juda chiroyli. Zanglamas narsasi mana. Faqat o'zbekcha gapirdim, nerjaveka degan so'zni ham ishlatmadim hozir. Bu darvozamiz ham razmeri 320 ga 350 bo'lib bitgan. Xo'sh. 7 million 400 ming so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. 7 million 400 ming so'mga. Shunda kvadrat metri qanchadan bo'ladi? 700 ming so'mdan bo'ladi. 700 ming so'mdan. Jami narxi 700 ming so'mdan. 7 million 400 ming. 7 million 400 ming. Yaxshi darvoza. To'xtataman endi. Endi esa biz mana bu darvozani ko'ramiz. Bu darvozamizning metr kvadrati 355 ga 3 metr. Voy, nima bo'ldi? Buni bog'lash esdan chiqib qolgan shekilli-da. Voy. Yaxshimsiz, yaqinroq olmas ekansiz. Xudo asrab qoldi, mayli endi. Do'stlar, mayli, tushib ketdi. Yaxshi eson-omon bu yoqqa o'tib qolmagan ekansiz, lekin darvoza ham rasvo bo'ldi hozir. Yo'q, xudo xohlasa darvozaga hech narsa bo'lmagan. Boldan chaqiramiz, o'zi biz video olgunimizcha do'stlar, biz kadrni uzmayapmiz. Darvozani endi gaplashayotganimizda tushib ketib qoldi. Yaxshi boylashmagan ekan, endi qo'rqib qoldim, qolganlar ham tushib ketib qolmasmikin deb. Yo'q, xudo xohlasa qolganlarni bog'langan, o'tijan bo'laysiz. Ha. Voy, bitta yurakka tushirdingiz lekin. Xo'p, darvozani tiklaymiz. Do'stlar, biz darvozani tiklayapmiz. Qani endi rasvo bo'lgandir. Ustaning mehnati mana shunaqa paytlarda bo'lgan. To'g'ri, tez kirib qol. Chiqarib beraylik. Qanaqa sifatli? Nima bo'ladi yiqilgandan keyin? Do'stim, mana endi ko'raysiz, darvoza sifatiga ham baho berasiz-da mana. Endi tushib ketib qolmaydi, sababi mana qiyoq qo'ydinglar ham ish qilib. Orqasidan bog'lab qo'yinglar, bo'ldi chiroylab. Mayli, qiyoq qo'yishda tushmaydi. Hop, hech narsa qilmabdi darvozaga. Darvozamiz sifatiga ham birovlar tajribadan sifatidan o'tib oldi-da. Voy. Молодец. Azizlar, qaranglar, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Darvoza tushib ketib qoldi, yuzi bilan yerga. Lekin pajaq bo'lib ketish kerak. Nerjavekalar ichiga kirib ketib qolish kerak edi, lekin unaqa bo'lmadi. Mana bekitmayapti, mana shu yerda ozgina pajaq bo'libdi mana. Ha, endi bilinmaydi ham. Bilinmaydi, lekin hozirgi yukda endi bu ko'proq pajaq bo'lish kerak edi. Ushbu darvozamizni eniga 355, balandligiga 3 metr qilib tayyorlaganmiz. Bu darvozamizni mana bu joylarga sariq nerjavekadan foydalanganmiz. Mana shu darvozani 6 million so'mga tayyor bo'lyapti. Qanchaga? 6 million so'mga. 6 million so'mga? Kvadrat shunda 600 ming so'mdan? 600 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, biz dalsha bo'lsha ko'rishda davom etamiz. Bu ham o'sha high-tech fason. Tepalarni arkali qilib, bunga ham o'sha qora nerjavekadan foydalanganmiz. Bu darvozaning eni 325 ga 335. Chiroyli darvoza. Joylasdan qilib qo'yilgan qora qilib o'ziga yarashimli qilib. Xo'p, 600 ming so'mdan. 600 ming so'mdan 6,5 million so'm bo'ladi. 6,5 million so'mga bitgan darvoza. Yaxshi bog'langan ekan darvoza. Bu darvozamiz ham kichkinagina bejini qilib tayyorlaganmiz. 1,5 metrmi deyman, yo 2 metrmi? Bu darvozamiz 2,20 ga 3,10 balandligi. Uzun ekan. Ha, 3,5 million so'm, 3 million 400 ming so'mga tayyor bo'lgan. Ha. Tushunarli. Mana ushbu darvozamiz 2 qavatli, utuplonli, shumkali bo'lib bitgan, hamma yog'i full variantda listli darvozamiz. Tayyor bo'lishga ozgina qoldi. Tayyor bo'lishga ozgina qoldi. Buni xudo xolasa hayitdan keyin Xorazmga boradi, xudo xolasa bu.
tayyor bo'lib keyin boradi-da. Ha, kraskadan Kraskalari bo'ladi, boradi. shpakulovkasi Ushbu bo'ladi. qilmaydi-da, shuncha darvozani tiri boshqa qilganimizcha vaqt o'tib ketib qoldi. Bunga nisbatan vaqt ko'proq ketadi, lisli darvoza. Ichki tarafi mana shunaqa bo'lar ekan darvozani, ya'ni kraskaning ichki tarafi hali kraska qilinmagan-ku. Mana shu joylar kraska qilinadi, kraska sepiladi. Ko'ryapsiz. Darvozamizni ham razmerlarini aytib o'taman. 3 metrga 3 metr katta qanoti bo'lgan, addenniy kalitga eshik qilib berganmiz. Biri 10ga 285 mi shunaqa edi adashmasam. 24 million so'mga dogovor bo'lgan shu darvozamiz. 24 million so'mga kvadrat metri nechi bo'ldi dedingiz? Kvadrat metr 1 million 800 ming so'mdan tortsa kerak. 800 ming so'mdan. Xorazmga olib o'rnatib beramiz. Tushunarli. Endi bizda bitgan, to'liq tayyor bo'lgan lesli darvoza mana azizlar. Bu darvozamizni ham ponni 2 qavatli, profillari ham 1.5, 1.7 stenidan foydalanganmiz. Yondollari, shivellar mana lesli darvozalarimiz xudo xolasa ponni qalinda bo'lgan. Lislari ham 2 listdan bo'lgan ponni. 2 listda qalindan ekanda. Agar bu tushib ketsa ham odam bosib g'ajib bo'lsa kerak. Bu ancha xafa qiladi qo'yadi bu. Qanchadan? 350 ga razmeri endi. Balandligi 320 bo'lib bitgan. 1 million 300 ming, 1 million 400 ming so'm qilinadi. Bu 14,5 million so'mga tayyor bo'lgan. 1 million 300 ming so'm ekan do'stlar kvadrat metri yoki 1 million 400 ming so'm ekan ishlatilgan materialga qarab. Narxlar o'zgaradi. Tushunarli. Mana bu ham bitta yangilik fason darvozamiz. Go'zal. Xudo xolasa ranglari ham o'ta bejirim chiqqan. Sprite'ga mana orange rangda moda bo'ldi-ku iPhone'da, mashinalarda. To'g'ri. O'shalarga nima qilib chiroylab ishlaganmiz. Buni ham eniga 360, balandligiga 370 qilib tayyorlaganmiz. Mana bu qismlarini bundoq ko'rasiz darvozani sifatini bilish uchun. Mana ko'rib turgan joylaringizni ham ponni hammasini gipga stanokda egib chiqilgan, hammasini bir-bir. Svarka qilinmagan, ha? Svarka qilinmagan, shpagulovka bo'lmagan yerlari. Egilgan ekan. Listdan, qalin listdan egib chiqilgan. Vibralari yarashib turibdi. Vibralar bu darvozani mustahkam qiladigan narsa. Yanada hali proshnosini oshiradi. 1 million 300 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha varianti bor. Bu darvozamiz 19 millionga tayyor bo'lgan. 19 millionga. Bu qanchadan tayyor bo'lgan? 1 million 400 mingdan tayyor bo'lgan. 1 million 400 ming so'mdan. Va bizda so'nggi oxirgi darvoza listli, skromniy, nijniy darvoza. Bizga juda ko'p qilingan darvozalarimizdan biri Tarof fason deydi. Qayerga? Tarof. Ko'pchilik shundan qiladi, ha. 2025-yilda rosa mashina o'rnatildi, to'g'ri, trendga chiqdi. 2026da ham bu hali o'zini yo'qotmayapti. Yo'qotgani yo'q. Buni ham yana ham haliga takomillashtirganmiz. Qanaqa desangiz, mana bu yerlarni soflarni ancha uzunroq qilib, profillarni ham 8x8 profillardan foydalanganmiz. Mana ikkita yo'llari ponni 8x8, o'ttalari 6x6 bo'lgan. Bu darvoza chiqdi. O'sa qo'yildi lekin. Mana soflarga ham nerjevkadan skromniy qilib qo'yganmiz. Qanchadan bo'lyapti kvadrat Bu metr? 1 million 300 ming so'mdan. 1 million 300 ming so'mdan. Shumkasi bor. Shumka bor. Avtomobilning shumka qilingan. Ha, mana shumkalar bor. 1.8 listdan, ha? Ha. Mana darvozani. Bu razmeri 390 eni, balandligiga 360 bo'lib bitgan. Shunaqa razmerda do'stlar. Bu ham 19 million so'mga tayyor bo'lgan. 19 millionga tayyor bo'lgan. Azizlar, qaranglar, agar sezgan bo'lsangiz, hamma darvozalarni ko'rib chiqdik. Eng ko'pi shtampovka, pechat darvoza bo'ldi. Bizda hali mana bu nima deydi, so'ra tapchang ham turibdi, kutib turibdi. Necha bu? Bu 3 metrga 255. 3 metrga 255. 3 metrga 3 metr ekan-da. Shunaqa, 3 ga 2,5. Razborka bo'ladi. Ha, razborka bo'ladi, bu maydalanadi. Ha. Mana do'stlar, razborka bo'lar ekan, to'liq maydalab ozgina joyiga sig'dirib qo'ysa bo'laveradi. Narxi nechi pul? Narxi 3,5 million. 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Ha, 3,5 million so'm. Taxtasiz holati? Taxtasiz holati. Ha, taxta bilan alohida taxta bilan 1 million qo'shiladi. 1 million qo'shiladi. Mana buni rangi chiroyli ekan, lekin yumshoqqina, kachaylar. Xolos, kachaylarimiz ham ponni maydalanadi. Maydalanadi? Ha. Chiroyli ishlab qo'yilgan buni ham. Kimga kerak bo'lsa do'stlar, mana kachaylar. Buni narxi 300 dollar. 300 dollar ekan narxi. Razborka bo'lar ekan, maydalanadi. Bo'ldi, maydalanadi xudo xolasa. Ishda olib qo'ysangiz bo'ladi, taxlab. Mana tepasidan ham suv o'tkazmaydi xudo xolasa. O'tijam, haliga uchitganda ham g'ijir-g'ijir qilib nima qilmaydi, asab buzmaydi xudo xolasa. Suv o'tkazmaydimi? Suv o'tkazmaydi. Yomg'ir o'tkazmaydi ekan. Ertalardan kechgacha yomg'ir o'tsa o'tkazadi-yu, lekin nisbatan o'tkazmaydi.
Mana bu yumshoq ekan, yaxshi Ha, divan. yumshoq xudo xolasa bilan. Mana bular olinadi lekin do'stlar. Yana o'lib xotirjam yurib nima qilib qo'yish uchun hammasini razborka bo'ladigan qilib qo'yilgan. Gap yo'q, ishlaringizga ko'z tegmasin. Haqiqatdan ishlaringiz zo'r. Xizmat ko'rsatishdan charchamang. Sizga telefon qilishadi, doim ishlaydigan nomeringiz. Jivo holat aytavering. 91lik 362 39 39 97lik 688 47 47. 688, ha? 47. Xudo xolasa WhatsApp, Telegram, Imo, Instagram hammasi bor. Instagramga ham, Telegramga ham Tillo Daroza deysiz, xudo xolasa o'zimizni qilgan ishlarimizni birma-bir ko'rib borishadi, xudo xolasa. Tillo Daroza. Yaxshi azizlar, biz mana shu yerda ko'rsatuvni endi tugatsak ham bo'ladi. Yakunlasamizki, inga ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.